Assalomu alaykum. Sahobatlar yaxshimisiz? Charchamasizmi? Yaxshimisiz? Salomatlar yaxshimi? Rahmat. Ishlar bilan charchamay yuribsizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ro'zalar bilan charchamadingiz. Eson-omon keldingizmi? Xudoga shukr, yaxshi. O'zlaringiz yaxshimi? Rahmat. Topib keldingizmi nihoyat? Endi adres to'g'ri aytilgan, tushunarli hammasi. To'g'ri Toshkentga kelamiz. To'g'ri Sergeliga mana adresingizni topib keldik. Sizni Instagram, YouTube, aslan TikTok gruppalaringizni ancha vaqtdan beri kuzatib yuraman. Ko'p maqtaysiz. Zapchastlaringiz, mo'ykalaringiz meni o'zi ko'zim bilan kelib ko'rdim. Har bir menga taklif qilgan zapchastlaringizni, original zapchastlar predlagat qildingiz menga va men shu siz zapchastlaringizni, karchillaringizni ko'rib, eng birinchi o'rinda asosiysi narxlari juda ham ma'qul bo'lganligi uchun Alloh rozi bo'lsin. Birdaniga 3 ta karchil komplekt olindi. Mana va'da qilinganday bugunga hammasi bugundan qoldirmaymiz dedik. Kech bo'lsa ham ertaga qoldirmay bugungi ishni assortiment hamma narsasi ustasi bilan qo'shib yana yo'lga chiqyapmiz xudo xolasa. Alloh rozi bo'lsin. Gruppadagilarga ham bemalol kelingizlar, tavsiya qilaman. Zapchastlar hamma joydan narx-navolar sezilarli darajada farqi bor. Sifati tomonlama ham, narxi tomonlama ham. Plus mana shu plisosni mana o'zim ham aytaman, ro'za Ramazon bayramiga bonusga mana Oybek aka baraka topsin qo'shib berdilar. Original konsullar mana zavodskiy hamma narsani pechati, sertifikati bilan, garantiyasi bilan mana zakazaniyasi bilan ko'rsatib berganligi uchun mana ishonch hosil qilib olyapmiz. Endi iloyim mana shundan baraka topaylik, Xudo xohlasa yana izini davom qildiramiz buni. Men o'ylayman Saxovatdin barakasini albatta beradi. Xudo xolasa servisidan umuman muammo bo'lmaydi. Kelajakda mana shuni har birisini servisidan qanaqadir zapchast kerak bo'lsa, именно bizani mana shu jamoamizdan kelib olganingiz uchun har bir zapchastda sizga 10% dan skidkamiz bo'ladi. So'zimiz so'z. Shu vaqtgacha berib kelyapmiz. Bundan keyin ham davom qiladi. Rahmat. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Rahmat hammaga. Ko'rishguncha.